Qanday qilsam farzandim ingliz tilini tezroq va yaxshiroq o'rganadi? Nima qilsam ingliz tilini tezroq o'rgana olaman? Agar sizda mana shu savollar bo'lsa, bugungi videomiz aynan siz uchun. Xo'p, ingliz tilini o'rganish oyga yilga bog'liq emas. 4 yillab o'quv markaziga, bu o'quv markaziga borib yurib, tayinli natijaga erisha olmagan o'quvchilar ham bor. 6-7 oy o'qib turib, sıfırdan B2, A-dan 6 natijaga erishgan o'quvchilar ham bor. Xo'p, unda nima qilsam farzandim tezroq o'rgana oladi, yaxshiroq o'rgana oladi? Yoki o'zim nima qilsam tezroq va yaxshiroq natijaga erishaman desangiz, bunday yo'llari bormi deb so'rasangiz, ha, albatta yo'llari bor. Assalomu alaykum, men ismim Abdulqodir. Ingliz tilidan 2 yilga yaqin vaqtdan beri dars o'tib kelaman. Siz ingliz tilini o'zingiz o'rganayotgan bo'lsangiz ham, farzandingizga o'rganishiga yordam bermoqchi bo'lsangiz ham, foyda beradigan bir nechta usullarni mana shu videoda o'rgatib o'taman. Avvalo ota-onalarga beradigan maslahatimni aytib o'tsam, farzandingizni ingliz tiliga beryapsizmi? Qarang, farzandingiz necha yoshda? Agar farzandingiz 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bir usul, agar 14 yoshdan katta 15 yosh va undan yuqori bo'lsa, unga bo'lsa boshqa usul ishlatiladi. Agar farzandingiz 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, sizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchisi bu nazorat. Bolam kursga borsa bo'ldi, shu bilan hammasi zo'r bo'ladi degan narsani mutlaqo unuting, yodingizdan chiqaring. Birinchi bo'lib qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu, farzandingiz darsga borib keldimi, biror bir darsga, so'rang albatta. Nimani o'rgandi u, vazifasi nima? Mana shular обязательно kerak. Bu bilan buni nima foydasi bo'ladi desa, bir, farzandingiz nimalarni o'rganayotganini sezasiz, siz bilasiz. 2, farzandingiz nazoratdaligini ham bilib turadi, his qiladi. Agar masalan, shaxsan o'zim ingliz o'quvchilarim darsni yaxshi qilmaydigan bo'lsa, mavzuni shunchaki o'tib ketmayman-da, yana qaytadan vazifani beraman, dars vaqtida ham beraman. O'rgana olmasa, uyga vazifa qilib yana o'sha o'tgan mavzu beriladi. Yaxshilab o'rganib ketish uchun. Shunaqa holatda masalan ota-onalar nimani o'rganding deb so'raganda bilib oladiki, qaytadan shu mavzu berildimi? Demak, yaxshi o'rganmagan, uyga vazifani yaxshilab bajarmagan. Ikkinchisi yordam. Yosh bolalarga albatta va albatta yordam berish kerak. Yordam berish turli xil bo'lishi mumkin. Siz yosh farzandingiz darsga borib lug'atlar o'rganib kelganda, lug'atlarni birga o'tirib, savol-javob qilib yordam bersangiz ham bu ham o'zi katta yordam. Siz o'zbekchasini, masalan, inglizchasini bilmasligingiz mumkin, lekin siz o'zbekchasini aytsangiz, farzandingiz inglizchasini aytsa, bir mashq qilsangiz ham bu ham katta yordam. Davomini keyin, hozir vaqtimiz tugayapti, keyingi videoda tushuntirib o'taman. Men ishlaydigan o'quv markazida coin tizimi bor. Bu nimaga kerak deb so'raydigan bo'lsangiz, o'quvchilar o'zlashtirishiga qarab coin qo'yiladi. Masalan, 1-2 coin bu o'zlashtirishi bor, lekin siz 3 yoki 4 coin qo'yiladigan bo'lsa, bu o'rganish yaxshi, zo'r degani. Agar 5 ta coin bo'ladigan bo'lsa, maksimal. Bu degani berilgan vazifalar hammasi qilingan, undan tashqari qo'shimcha vazifa ham ustozdan alohida so'ralib, uni ham yaxshi darajada o'rganib kelingan degani. Masalan, farzandingizni nazorat qilish uchun siz shart qo'yishingiz mumkin. Masalan, aytgancha, u coinlarni keyinchalik har xil sovg'aga almashtirib olsa bo'ladi. Futbolkadan tortib, to telefon, kompyuterlargacha bor sovg'a sifatida. Coinni ko'proq yig'ilishiga qarab almashtirib olsa bo'ladi. Keyin siz farzandingizga o'zingiz alohida shart qo'yishingiz mumkin. Qanday desangiz, bu bo'lishi mumkin. Masalan, 5 ta darsdan ketma-ket 5 coinni oladigan bo'lsa, siz kichikroq biror sovg'a berishingizni aytishingiz mumkin. Lekin real bo'lsin, qilgandan keyin olib bering. Yokida 5 ta dars ketma-ket 3 coindan past oladigan bo'lsa-chi, unda qanaqadir jazo. Masalan, telefonini olib qo'yish yoki ishlatish vaqtini kamaytirish, yoki ko'chada o'rtoqlar bilan o'ynash vaqtini cheklash yoki vobshe kamaytirib tashlash juda ham. Mana shunaqa jazolar ko'rishingiz mumkin. Endi yoshi 15 yoshda va undan kattalarga keladigan bo'lsa, 15 yoshdan katta bolalar o'zlari darsini bemalol qila oladi. Lekin bu degani nazorat kerak emas degani emas. Albatta nazorat ularda ham bo'lishi zarur. Undan tashqari, bu yoshda bolalar mas'uliyat degan narsani tushunadi. Ular yosh bola emas, mas'uliyat degan narsani tushunadi. Unga mas'uliyat yuklang. Qanday mas'uliyat yuklasa bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, ularni imtihoniga
masalan sefr bo'lsa yoki IELTSga registratsiya qilib qo'ying 6 oydan keyinga. 6 oydan keyinga. Masalan, keyin imtihonga registratsiya qilib ro'yxatdan o'tib to'liq o'qib qo'yingda farzandingizga ayting. O'g'lim yoki qizim, mana sefrdan sen uchun imtihonga ro'yxatga o'tkazdim seni. 6 oydan keyin masalan sefr bo'ladigan bo'lsa, B2 IELTS bo'ladigan bo'lsa, 6 olishing kerak deb mas'uliyat yuklang uni bo'yniga. Shunda nima bo'ladi? Bola imtihon vaqti yaqinlashayotganini sezadi, chunki imtihon sanasi aniq bo'ladi. Kunlar kamaygan sari imtihonga yaqin qolayotganini sezadi va u odatdagidan ko'ra qattiqroq mashq qiladi. Nimaga desa, unda mas'uliyat bor, imtihon kelyapti. Agar xohlasangiz, bir oy farzandingizni mana shunday kursga berganingizda, beringda ko'ring qanaqa o'qiyapti. Bir oydan keyin imtihonga registratsiya qilingda, mana shularni aytib, unga berib turib, keyin o'qishini nazorat qiling. Kafolat beraman, kamida 2 barobar ortadi o'qishi. Mayli 6 oyda B2 ola olmas yoki IELTSdan 6 ola olmas, lekin u o'sha 6 oyning ichida 8, 9, 10 oy, balkida 1 yillik bilimni o'rganadi. Umri uvol bo'lmaydi. Ozgina pul ko'proq imtihonga to'lab qo'yganingiz bilan. Xo'p, ana o'sha natijaga erisha olmagandan keyin ham yana keyingi, masalan, 3 oymi, 4 oydan keyingi imtihonga ro'yxatga o'tkazib qo'yish kerak. Yana ham qattiq harakat qilishni boshlaydi. Ola olmadim deb siqilib qolib ketavermaydi. Keyin endi agar siz o'zingiz o'rganayotgan bo'lsangiz-chi, unda nima qilish kerak desa, unda ham shu usul. O'zingiz o'rganyapsizmi? 6 oydan keyingi sefrga yoki IELTSga o'zingizni ro'yxatga o'tkazib qo'ying. Bu bilan o'zimdan kelib chiqib aytay, o'zimda hayotimda bo'lgan voqea. O'zim menga B2 kerak bo'lgan vaqtda imtihondan o'tkazgan ro'yxatdan o'tdim, hammasini o'zim qildimda. Keyin dars qilishda o'zimda baribir analiz qilaman, o'sha vaqt esimda. Ro'yxatda o'tkazganimdan keyingi kunlar bilan oldingi kunlarni taqqoslasam, kamida 2 barobar ko'proq dars qilishni boshladim imtihonga ro'yxatda o'tkazganimdan keyin. Shaxsan o'zim, emasam kursda o'qib yurardim, ustozlar vazifa berardi, vazifalarni ham qilar edim, ba'zida qolib ketar edi, to'g'ri tan olaman. Xo'p, ana keyin imtihonga kirib B2 oldim, ana undan keyin bemalol bo'lib qoldim. Menga to'g'ri sabr olsam, yana ham balandroq natija yaxshi, xohish bor edi, lekin na menga zarurat bor edi, u menga imminni zarur kerak bo'lib turgan joyi yo'q edi. Hech kim meni nazorat qilayotgani yo'q edi. Menga olsam mukofoti ham deyarli yo'q edi. Keyin o'quv markazida borib yurib, orada to'xtadi. Keyin 1 yilim o'tib ketdi. Shunday. 1 yil o'tib ketdi-da. Nazorat bo'lmadi, menga mukofot yo'q edi uni olganim bilan. O'tib ketdi-da. Ro'yxatdan o'tkazmagan, imtihonga kursga bormayotgan. Keyin menga vaziyat shunaqa bo'ldi-da, zarur bo'ldi. Sabr olishim zarur bo'ldi. Ana o'shandan keyin sirasi 2 oydan keyingi ro'yxatdan o'tkazdim. 1 yil yurgan odam qattiq o'qishni boshladi. Ya'ni odatda o'rganadiganimdan 400% qattiq o'sha mashq qilishni boshladi. Menga birinchidan zarur edi, ikkinchidan oson mukofoti bor edi, uchinchidan ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan, to'rtinchidan o'sha ro'yxatdan o'tkazgan kunimoq kurs sotib olgan edi. Mana shuni hammasi bir bo'ldi. Meni o'qishim juda ham qattiqroq bo'ldi odatdagidan. Natijada kechasi ba'zi vaqtlar kechalari ham darslardan orqada qolganda kechalari ham dars qilishni boshladim, qilib chiqdim. Har kuni emas, vaziyatlar bo'ldi, qildim lekin 11 gacha, 12 gacha darslarni qilib chiqardim. Xo'p. Men buni hech ham zo'r ekan deyish uchun, motivatsiya uchun aytmayman. Buni aytishimdan maqsad, siz ham mana shu usullardan foydalaning va umringizni uvol qilmang. Masalan, 4 yillab u yoqqa borib, bu yoqqa borib yaxshi o'qimasdan vaqtingizni bekorga sarflab yormang. 1 yilda natijaga bemalol chiqib qo'yishingiz mumkin bo'lgan joyda yurmang u yoqdan bu yoqqa. Ham o'zingizni vaqtingizni, ham pulingizni, ham ota-onangizni ishonchini, ham o'zingizni obro'yingizni yerga to'kib. IELTSdan 6, sefrdan B2 olish uchun 1200 soat mashq qilish kerak bo'ladi. Ya'ni siz quri o'quv markaziga borib kelib, ustozga borib kelib yurgan bilan ishingiz bitib qolmaydi. Agar siz kuniga 4 soatdan mashq qiladigan bo'lsangiz, taxminan 1 yil atrofida vaqt ketadi. 300 kun bo'ladimi? Ha, 300 kun bo'ladi. 1 yil atrofida 10 oycha vaqt ketadi agar kuniga 4 soat mashq qiladigan. Agar 2 soatdan qiladigan bo'lsangiz-chi,
unday bo'ladigan bo'lsa 1,5 yil, 2 yilga yaqinlashib qoladi. Agar siz kuniga 8 soatdan mashq qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz hisoblab ko'ravering. Yana ham, ingliz tilini o'rganish oyga, yilga bog'liq emas. Siz kuniga necha soat vazifa bajarayotganingiz, ingliz tili bilan shug'ullanayotganingizga bog'liq. Bunga inglizcha kino ko'rish ham kiradi. Bunga ingliz tilida o'rtoqlaringiz bilan gaplashish ham kiradi. Bunga ingliz tilida kerak bo'lsa Telegram chatlarda inglizchalab gaplashish ham kiradi. Lekin mana shularni bajarish kerak kuniga. Bir kun qilib, bir kun qilmay. Bir kun bor, bir kun yo'q. Bir kun darsga bor, bir kun darsga bormasdan. Yo'q, unaqasi emas. Unaqasi ketmaydi. Intizom bo'lishi kerak. Mana shu kuniga necha soat sarflayotganingizga bog'liq. Xo'p. Mana shularni aytmoqchi edim. Video foydali deb topgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozing. Imkon boricha javob beraman. Keyingi foydali videolarimizni siz olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.